Endiki mavzu hürmetli vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlarining tamojni beji kaltigi Jungoning ulug'vor strategiyasiga ko'plagan shirkatlariga zarba berishga qaratilgan mavzuli xabar 3-oyning 29-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika yaqinda Jungoga qaratgan tamojni bejini jakarlaydi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Bu tamojni bejining kaynidagi qaratmalik amaliyotda Jungo 2025-yil planiga qaratilgan. Aqsaray bir parcha dokladida Amerikaga tahdid paydo qilguvchi Jungo shirkatlarini tizimga oldi. Pul muomala gazeti Angliyaning 3-oyning 29-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Aqsaray 200 betlik bir parcha dokladida Jungoning ba'zi shirkatlarini tizimga oldi. Adolatsiz sud raqobatining Amerikaga qanday ziyon keltirganligidan misol keltirildi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Tamojni beji qo'yishning kayniga Aqsarayning naytgan bir nishon yoshirilgan. Ya'ni Jungoda yasaldi 2025 plani buzib o'tishdan iborat yuqori darajalik strategik nishon yoshirilgan deb ko'rsatildi. Oxford iqtisod tadqiqoti Osiyo iqtisod bo'limining mudiri Logis Kuyjus bir parcha dokladida mundaq ko'rsatdi. Jungo uchun aytganda Jungoda yasaldi 2025 planini nishonga ilish Jungoning po'lat umr mahsulotlariga, kir olg'i asboblarga boj qo'yishdan olqib ketadigan ahamiyatga ega. Bloomberg agentligi ham mundaq ko'rsatdi. Amerikaning haqiqiy ansiraydigini Jungoda yasaldi 2025 planidir. Bu plan bo'yicha bo'lganda Jungo kelgusida yuqori texnika sanoatida yer sharida yetakchi bo'lib qoladi. New York vaqt gazeti dal shundoq ko'z qarashga ega. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Po'lat temir qatorliq 20-asr sanoatiga tamojni beji qo'yilgandan keyin Prezident Trump o'sha asrda Jungo yetakchi bo'layotgan 10 strategik sanoatni cheklaydi. Cheklashni o'ylashidi. Bu siyosatlar darhol e'lon qilinadi. Jumladan Jungoda yasaldi 2025 planini o'z ichiga olgan yuqori texnikalik mashinasozlik, aviatsiya olam texnikasi, yangi energiya, mashina va biologiyalik texnika qatorliq sanoatning taraqqiyotidan iborat. Aqsaray savdo maslahatchisi Peter Navarro to'g'ridan to'g'ri mundaq ko'rsatdi. 301-modda bo'yicha tamojni beja qo'yish shak shubhasizki Jungoda yasaldi 2025-yil planiga bevosita qaratiladi. Peter Navarro deydiki, boj qo'yish bu bevosita 2005-yil. Jungo 2005-yilda Jungoda yasaldi degan planga bevosita berib chetiladi deydi Navarro. Pul muomala gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika tarafining 200 betlik doklatiga asoslanganda Amerikaga tahdid paydo qilgan shirkatlar, jumladan oila elektr saymollari, yasag'uvchi Meydi guruhi, Jungo ximiya sanoati, yer shari bo'yicha eng chong temir yo'l, mashina yasag'uvchi Jungo mashinasi shirkati, aeroplan yasash guruhi, Jungo aviatsiya sanoati guruhi, Tsinghua Ziguang shirkati, yer shari bo'yicha eng chong gen tadqiqot ilmiy organi, Huadagin organi. Gen tadqiqoti mana Uyg'urni yo'qotishning birdan-bir qadami deb o'ylashingiz bo'ladi. Chunki bu yerda bu hozir gen o'zgartish bilan shug'ullanadigan tadqiqot bu, gen tadqiqot. Jungoda yasaldi 2025-yil plani
2015 yil e'lon qilingan Jungo hukumati yo'lga qo'yilgan qudratli davlat qurish strategiyasining birinchi 10 yillik harakat programmasi. Bu planning ichida yangi bir avlod uchur texnika sanoati, yuqori darajali stanok va mashina odam, aviatsiya olam uskunalari, energiya tejash va yangi energiya mashinasi, qurol kuchi aslahalari, tok kuchi aslahalari, yezi egilik saymalları uskunalari, yangi materiallar, biologiyalik dori darmak, yuqori darajali davolash texnikasi, mashina asboblari qatorliq texnika va sanoat nuqtalarini o'z ichiga oldi. Bu 2025 yili Jungoda yasaldi plani 10 yillik plan ekan. Xitoyning odatda 5 yillik plan tuzatdi, bu da 10 yillik plan tuzibdi. Bu 10 yillik plani yuqorida ko'rdinglar, yuqori texnikalar hozirgi dunyoda texnika raqobati sohasida keskin ketayotgan texnika sohasi. Mo'sha planga qaratildi deydi Navarro. Demak, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo bilan bo'layotgan raqobati birla savdo, siyosat, Tayvan masalasi degandek masalalar emas, balki eng avval hozirgi dunyoning kun tartibidagi texnika sohasidagi raqobatdir. Jungoning bayonoti Huachuyin 27-kuni bunda ko'rsatdi. Yaqindan beri Amerika taraf davlat bexatarligini bahona sabab qilib, Jungo Amerika iqtisodiy munosabatlarida oz bo'lmagan masalalarni paydo qildi. Bayonotchi Huachuyinning so'zi. Amerika Jungodan import qiladigan platinum materiallari faqat 3% egallaydi. Odatda kishilar shuni tushunmayotdiki, bundaq tuvan darajalik nisbat qandaq darajada Amerikaning davlat manfaatiga tahdid soladi. Huachuyin ilgirlab bu ishga bir misol keltirib, bundaq ko'rsatdi. Amerika davlat bexatarligini bahona qilib qo'llangan va qo'llanmoqchi bo'lgan harakatlarning yo'lliqligi, qonunliqligi hech nimaga dal bo'la olmaydi. Tasavvur qilib ko'rsak, Amerika tahdid solayotgan Jungoda yasaldi 2025 planiga chetiladigan nurg'un kasblardan, ya'ni texnikalik kasblardan yuqori normada boj elish, bu demak jinning qasdi shaptol ekanligini tushuntirib berdi. Amerika 23-kuni har yili 60 milliard dollar chamasida Jungoning mollariga boj qo'yishni jakarladi. 28-kuni Aqsaray bunda ko'rsatdi. Fuqarolarning fikr talablarini anglashga, tafsilotlarni o'zgartirishga vaqt ketganlikdan 6-oyning 5-gacha tamojna beji siyosatini yo'lga qo'yishni kechiktirgan bo'ldi. Demak, mushkullar e'lon qilish kerakdi. Jungo qo'yilgan tamojna bejining normasini biroq hozirda fuqarolardan fikr elish, shundaqla tekshirishga, o'zgartirishga vaqt ketganligi uchun endi bu bugun jakolashni 6-oyning 5-gacha kechiktirdik deb ko'rsatyapti Aqsaray.